Dunyoda juda ko'p qo'riqchilik tashkilotlari bor. Endi bu maxsus razvedka boshqarmalari alohida u. Ular albatta tayyorlaydilar. Masalan, FSBning, KGBning 9-bo'limi bo'lgan. Ya'ni maxsus shunaqangi qo'riqchilar guruhini tayyorlaydigan. Endi eng qo'riqchi tashkilotlar bor, ya'ni eng zo'r qo'riqchilik tashkilotlari, охранный tashkilotlar bo'ladi-ku. Masalan, shunday tashkilotlardan bir nechtasini aytib o'taman. J4S degani bor. Bu tashkilot 125 ta davlatda faoliyat yuritadi. Bu turli xil korporatsiya xodimlari, rahbarlari va boshqa infratuzilmalarni qo'riqlaydigan professional qo'riqchilarni tayyorlab beradi va xizmat ko'rsatadi. Undan tashqari Security As AB Shvetsiyaning korporatsiyasi bor. 60 dan oshiq mamlakatda faoliyat yuritadi. U qo'riqchiliklar, ya'ni qo'riqchi nima deydi, innovatsion yo'llarini,